Uyg'ur 12 muqomi parlaq Junxo madaniyat xazinasidagi bebaho go'zal. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farosatining javhari. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik til bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq muzika asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, orqa ko'rinishi keng va cho'nqur. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlar bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan dastikorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq muzikasidir. Bu qitim asliga vorislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqom 360 ohang, 4492 misrodan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq beytlarini o'z ichiga oladi. Laflarımızdan için bundak yatar hanım benim. Sen gadanın atvallık birle ötürdük. Can barınca vay can barınca kulmay naler pigan didası vay dağda kim varsın kılır için cevri Cevri Sultan Sultanım benim hayal ededim Vay
Aman